Nazarbek Gulchilik mahallasini boshlanish qismida budjetli xonadon qidirgan aka-ukalarimiz diqqatiga qaranglar. Manzilni tushuntiraman. Katta ko'chadan 500 metr atrofida kirib keldik. Ko'ryapsizlar, yon atrofda aholi yashab turibdi. Bu yoq tarafi ham katta mahalla ekan. Sotuvga qo'yilgan xonadonimiz mana yo'l yuzida bo'lyapti. 1.7 sotixli yer maydoniga ega bo'lyapti. Oldida ham 2 metrcha огородga ega bo'lyapti. Endi sizlar bilan xonadonni ko'radigan bo'lsak, bitta mashina qo'yishga joy bor, kichkinaroq bitta mashina sig'adi. Bu yoq tarafida ham joy qolgan. Yashil maydoni kichkina bo'lsa ham qolgan. Chap tarafimizda oxirida umumiy hojatxona joylashgan. Mehmonlar uchun bo'lyapti, mana ko'rishingiz mumkin. Endi sizlar bilan asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kompaktli xonadon bo'lyapti. Bemalol bitta oila yashash uchun yaxshi taklif desam ham bo'ladi. Kirishimiz mana shunaqa koridor bilan boshlanyapti. O'ng tarafimizda bu yerda zalga mo'ljallangan xona ekan, kichkinaroq. Chap tarafimizda bu yerda oshxona joylashgan. Ko'ryapsizlar, akamlar 3 kishi qo'z ekanlar. Navbatdagi xonamizni ko'radigan bo'lsak, bolalar yotoqxona sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Bu yerda bitta umumiy sanuzul joylashgan bo'lyapti. Navbatdagi xonamiz yotoqxonaga mo'ljallangan ekan. Umumiy hisobda xonalarning soniga keladigan bo'lsak, 3 ta xonaga ega bo'lyapti, 1.7 sotixli yer maydoniga ega bo'lyapti. Endi oshxonani tashqari tarafga ko'chirsanglar 4 ta xona qilish imkoniyati bor. Kommunikatsiyasiga keladigan bo'lsak, gaz, svet, suvdan muammo yo'q deb aytilganlar tomonidan. Narxiga keladigan bo'lsak, 53 ming dollar so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylari bor. Qiziqqanlar uchun raqamlar qoldiramiz. Bemalol kelib ko'rib savdosi barakasini qilsanglar bo'ladi. Aniq manzil Telegram kanalimizda.